Assalomu alaykum ustozlar. Bugun 6-06-04-2025. O'zi bu bazada 300 ta misoli bor ekan. 300 ta misoli. Shu 300 tani cherezdan tahlil qilsak. Endi menda taklif cherezdan tahlil qilsak, cherezdan o'sha mock testlari tahlilini qilsak. Ya'ni dushanba, chorshanba, juma kunlari o'zimiz test olamiz-ku, o'shani tahlili. Haftada 3 kun buni tahlilini qilsak. Nima deysizlar shunga? Ya'ni o'zi 300 ta misol ekan, xudo xohlasa attestatsiyagacha ko'rib tugatsak bo'ladi. Attestatsiyaga 20 kundan oshiq hali vaqtimiz bor. 20 kun, kuniga 15 tadan misol ko'rganimiz cherezdan bo'lsa 10 kun, kuniga 30 tadan misol ko'rsak ham tugar ekan ungacha. Haydi, sen oxirgi mavzuni qachon tahlil qilamiz? Qaysi mavzu qolib ketdi? Hammasi bo'ldi. Buni ham oldindan berib borasizmi? Ha. Davron aka, boya telefon qildingiz, ko'tara olmadim. Uzr, darsga tayyorgarlik ko'rayotgandim. Nasib Abdullaman guruhida. Bot ertaga 20:30 da yopiladi aka. Boshladik. Gapni ko'paytirmaylik. Qilgan ishimizni ko'rsataylik. Boshladik. Birinchi misol. Soddalashtiring. Xo'p, birinchi misol soddalashtiring. Bunga e'tibor qaratamiz. Surat qavsi ichiga e'tibor qarating. Qavs ichiga e'tibor beradigan bo'lsak, uni ildiz ostida A ayrilgan, ildiz ostida B, ildiz ostida A qo'shilgan, ildiz ostida B. Maxraj ildiz ostida A qo'shilgan, ildiz ostida B ning kubi hosil bo'lyapti. Shunga qo'shishimiz kerak A 2A ildizda A plus B ildizda B ni. Oldin suratni hisoblab olmoqchiman. E'tibor beradigan bo'lsak, mana ikkalasi qisqarib ketadi va ildiz ostida A minus ildiz ostida B ni 3-darajasi hosil bo'lyapti. Maxraj o'zini yozaman. A 3A ning kvadrati qo'shilgan 3B ildiz ostida AB qilib qo'shilgan. Keyingisidan suratdan, mana buni suratidan ildiz ostida A ni olib chiqsak, ildizda B ayrilgan, ildizda A qoladi. Maxrajdan ildiz ostida A ni olib chiqadigan bo'lsak, A ayrilgan B qoladi. Endi ala qisqarib ketdi. Xo'p, bizda hosil bo'lyapti mana bu joyda, e'tibor qaratinglar. Ildiz ostida A ayrilgan, ildiz ostida B ning kubi qolyapti. A kub minus B kubga ko'ra uni ochib chiqadigan bo'lsak, A minus 3A ildiz ostida B qo'shilgan 3 ildiz ostida AB, ya'ni mana bu kubga oshiradigan bo'lsak, yonida ildiz ostida ham bo'ladi. Ayrilgan B ildizda B hosil bo'ladi. Shunga qo'shishimiz kerak 2A ildizda A qo'shilgan B ildizda B ni. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, B ildizda B bilan bu minusligi qisqarib ketadi. Bizda mana bu ikkalasi 3 tani beradi. 3 tani beradi. Unga tegmay turamiz. Tepaga o'zi qisqaradiganini qisqartirib yuboramiz. Maxrajdan, ya'ni mana bundan 3 ildiz ostida A ni olib chiqsak, 3 ildiz ostida A ni olib chiqsak, A ildizda A qo'shilgan B ildizda B hosil bo'ladi. Ayrilgan, mana bunga e'tibor beramiz. Suratni o'zini yozamiz. Ildiz ostida B minus ildiz ostida. Maxrajdagi bu ifodani ildiz ostida A minus ildiz ostida B yu ildiz ostida A plus ildiz ostida B deb yozadigan bo'lsak, mana bu ikkalasini qisqartirib ishorani plyusga aylantirsak bo'ladi. Ishorani plyusga aylantirsak bo'ladi. O'z ishora plyus edi, minusga aylantirsak bo'lar ekan. O'z ishora plyus edi-yu. Mana o'rtadagi ishora plyus edi, minusga aylantirdik. Endi bizada qolayotgan narsalar nima? Tepada qolgan narsalar yozaman. 3 A ildizda A
ayrilgan 3a ildizda b qo'shilgan 3 ildizda a b qolyapti. Mahrajdan 3 ildizda a ni olib chiqsak, a ildizda a qo'shilgan b ildizda b qolyapti. Ayrilgan bir taqsim ildiz ostida a plus ildiz ostida b. Endi tepadan tepadan, ya'ni tepadan deganda buni nazarda tutyapman. Hammasida 3 ildizda a bor. 3 ildizda a ni olib chiqadigan bo'lsak, a ayrilgan ildiz ostida a b qo'shilgan b, mahrajdan 3 ildizda a ni olib chiqadigan bo'lsak, mahrajdan 3 ildizdan olib chiqadigan bo'lsak, ildiz ostida a ning kubi qo'shilgan b ning kubi hosil bo'lyapti. Mana bu ifoda bizada ildiz ostida a kub qo'shilgan ildiz ostida b kubni beradi. Xo'p, bunga tegmay turamiz. Bunga tegmay turamiz. Mana bu ikkalasi qisqarib ketdi. A kub minus b kubga ko'ra mahrajni ochib chiqadigan bo'lsak, mahrajda ildiz ostida A qo'shilgan ildiz ostida b qoladi. Sababi mana bu bilan buni bitta qavs qisqarib ketadi. Ayirib tashlashimiz kerak. Bir taqsim ildiz ostida A plus ildiz ostida b ni bir xil ifodalarni bir-biridan ayirsak, 0 hosil bo'ladi. 0 degan javob A da. Sessiyada tushgan savol. Bu tushish menimcha keyingisi yaqinda o'tgan mavzuyimiz. Eyler va Fermat teoremasiga doir misol. O'zi buni Eyler bilan Fermat qilib ishlamasa ham bo'ladi. Oddiy bir qatorli usulda ishlasak ham bo'ladi. Ya'ni bir qatorli usul qanaqa? Mana bu 16 bo'lganligi uchun o'zimiz biladigan bir dehqonchi usulimiz bor edi, yoshligimizdan yechadigan. O'sha bo'yicha, ya'ni 16 minus 1 ning 231-si qo'shilgan 2 desak bo'ladi-da. Qo'shilgan 2 desak bo'ladi. Ana endi mana bu ifodaga e'tibor beradigan bo'lsak, biz buni iloji bo'lsa juft qilib olishimiz kerak. Ya'ni nimaga juft qilishimiz kerak? 16 ga bo'linadigan qismni agar tashlab yuborsa, minus 1 qoladi. Qoladigan bo'lib qoladi-da. Bizda qoldiq manfiy bo'lmaydi-ku. Shuning uchun buni biz 15 ko'paytirilgan 16 minus 1 ning 230-si qilsak bo'ladi. Takrorlayman. 15 ko'paytirilgan 16 minus 1 ning 200-si qilsak bo'ladi. Sababi daraja juft bo'lishi kerak. Chunki qoldiq manfiy bo'lmaydi shunda. Mana bu joy nima bo'lyapti bizda? Minus bo'lyapti. Agar plus bo'lganda edi, daraja juft bo'ladimi, toq bo'ladimi, ahamiyati yo'q edi. Qo'shilgan 2 16 ga karrali, chunki 16 ga bo'lgandagi qoldiqni so'rayotganligi uchun 16 ga karrali qismini tashlab yuborsak, 15 karra 1 qo'shilgan 2 hosil bo'lyapti. Ya'ni minus 1 ning 230-darajasi bizada 1 ni beradi. 15 ga ko'paytirib hisoblasak 17 hosil bo'lyapti. Mana shu 17 ni 16 ga bo'ladigan bo'lsak 1 bo'lib 1 qoldiq qolyapti. Demak, qoldiq ifodamiz 1 ga teng bo'lar ekan. Javob C variantda. 3 bo'lib ketdi. Keyingisi. Ikkinchi misol bu yoqda ekan. Ketma-ket kelgan natural sonlar uchun ekuk, e'tibor beringlar. Eyler qo'llasangiz ham bo'ladi. Ketma-ket kelgan natural sonlar uchun deyapti. Endi ketma-ket kelgan natural sonlar biza bilamiz. Ketma-ket kelgan natural son dedimi, ular o'zaro tub bo'ladi. Mana shu joyiga izoh sifatida yozib ketaman. O'zaro tub bo'ladi. Bu ikkala son, takrorlayman, o'zaro tub bo'ladi. Ana endi o'zaro tub degani, masalan, katta A sonini x deb qarasam, B sonimiz x plus 1 bo'ladi deganida u.
B sonimiz x plus 1 bo'ladi degan. Endi o'zaro tub sonlari e kubi, e kub x bilan x plus 1 niki 1. E kuki bo'lsa, e kuk x bilan x plus 1 niki ikkalasining nimasi bo'ladi? Ko'paytmasi bo'ladi. Masalan, 6 bilan 7 ni e kuki 42, chunki ikkalasining ko'paytmasi bo'ladi. Ana endi o'rniga keltirib qo'yamiz. Mana bu bizada 1 ga teng. Bu bizada x ko'paytirilgan x plus 1 barobar 89 qo'shilgan 1. Ya'ni x kvadrat plus x 90 ga teng. X ni qaraydigan bo'lsak 9 hosil bo'lyapti. X 9 ga tengmi? Bundan kelib chiqadiki, a sonimiz ham 9 ga teng. B sonimiz bizda x plus 1 ga teng, demak u 10 hosil bo'ladi. A sonimiz 10 ga, A sonimiz 9 ga, B sonimiz 10 ga teng ekan. Bizdan nimani so'rayapti? A plus B ning qiymatini toping deyapti. Ya'ni 9 ga 10 ni qo'shsak 19 hosil bo'ladi. Va u bizda B variantda. Ustozlar. Davom etamiz. Sinus 2x. Mana shu tenglama mayat shudir. Kosinus x ayrilgan sinus x ning kvadrati tenglama 0,180 oraliqdagi ildizlar yig'indisini toping deyapti. Buni oddiygina nima qilamiz? O'ng tomonini ochib chiqamiz. Ya'ni e'tibor beringlar. Sinus 2x barobar kosinus kvadrat x ayrilgan 2 sinus x kosinus x qo'shilgan sinus kvadrat x hosil bo'ladi. Ana endi mana bu ikkalasi bizda 1 ni beradi. Bu sinus 2x ni beradi. Sinus 2x ni tenglikning ikkinchi tomoniga olib o'tadigan bo'lsak, 2 sinus 2x 1 ga teng. Sinus 2x ni topadigan bo'lsak, 1 taqsim 2. Biza 2x ni topa olamiz. Minus 1 ning n'inchisi 1 pi taqsim 6 qo'shilgan pi k ko'rinishida. Endi 2x bo'lgandan keyin 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, minus 1 ning n'inchisi pi taqsim 12 qo'shilgan pi k taqsim 2 hosil bo'lyapti. Xo'p, ustozlar, oraliqdagi ildizlar yig'indisini toping deyapti. Ya'ni men topishim kerak 0,180 dagi yechimlarini. Agar k ga 0 qo'ysam, menda x'im pi taqsim 12 plus 0 hosil bo'ladi. Ya'ni 15 gradusga teng. Agar k ga 1 qo'ysam, x'imiz minus 15 gradus qo'shilgan 90 hosil bo'ladi va u 75 gradusga teng. Agar k ga 2 qo'yadigan bo'lsak, x'imiz 15 gradus qo'shilgan 180 hosil bo'ladi. Va u 185. Bu yechim emas, bu ikkalasi yechim. Nimaga unaqa deyapman? Chunki menda shart qo'ygan 0,180 gradus oralig'ida bo'lsin deb. Shu oraliqdagi ildizlar yig'indisi 15 bilan 75 ni qo'shadigan bo'lsak, 90 gradusga teng bo'ladi. Demak, tenglamamizni 0 pi oralig'idagi ildizlar yig'indisi 90 gradusga teng bo'lar ekan, ustozlar. Xo'p, 5-misolimiz. Tenglama bitta ildizga ega bo'ladigan a ning qiymatlari yig'indisini toping deyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, kvadrat tenglama bitta yechimga ega bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Diskriminanti 0 ga teng bo'lishi kerak. Lekin misolga e'tibor beradigan bo'lsak, bir xil ifodalar bor. Ya'ni bir xil ifoda deganda nimani nazarda tutyapman? Qaranglar. A ko'paytirilgan a plus 3 x kvadrat qo'shilgan 2 ni olib chiqsak a plus 3 x
Ayrilgan 3 ni olib chiqsam ham a plus 3 barobar 0 chiqadi. Hammasida a plus 3 bor. A plus 3 ni olib chiqsak, ax kvadrat qo'shilgan 2x ayrilgan 3 barobar 0 hosil bo'ladi. Ana endi tenglama bitta ildizga ega bo'ladigan a ning qiymatlari yig'indisini toping deyapti. Tenglama bitta ildizga ega bo'lishi uchun qaranglar-da, agar a minus 3 ga teng bo'lsa, minus 3 ga teng bo'lsa, tenglama 0 bo'ladi. Ana endi yana bitta sharti bor, diskriminant 0 bo'lish sharti. Chunki diskriminant 0 ga teng bo'lsa ham nima bo'ladi bizada? Yechimi bo'ladi. Diskriminant 0 ga teng bo'lishi kerak. Ana endi diskriminant 0 ga tenglashtirmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Ax kvadrat qo'shilgan 2x minus 3 barobar 0 tenglamada 0 tenglamada diskriminantni 0 ga tenglashtirsak b kvadrat minus 4ac 0 bo'lishi kerak. Ya'ni 4 qo'shilgan 12a 0 ga teng. A ni topsak bizada minus 1 taqsim 3 hosil bo'ladi. A ni topsak minus 1 taqsim 3 hosil bo'ladi. Bizdan nimani so'rayapti? Tenglama bitta ildizga ega bo'ladigan a ning qiymatlar yig'indisini toping deyapti. Javob minus 1 taqsim 3 o'zi. Endi mana shu joyda ko'pchilik chalg'ishi mumkin. To'g'ri javob yo'q? Yo'q, unaqa emas. To'g'ri javob bor. Minus 1 taqsim 3 bo'ladi javobi. Tushuntiraman, qaranglar. Tenglamaning ildizi degani, e'tibor beringlar. Tenglamaning ildizi degani bu x. Ustozlar, bizadan tenglama bitta ildizga ega bo'ladi. Ya'ni x bitta chiqadi degan. Mana bu a ni minus 3 ga teng bo'lishi bu ahamiyatga ega emas u. Tushuntira olyapmanmi? A ni minus 3 ga teng bo'lishi u ahamiyatga ega emas. Menda x bitta chiqishi kerak. X bitta chiqishi kerak. A nechta chiqishini qizig'i yo'q. X bitta chiqishi uchun diskriminant 0 bo'lishi kerak. Masalan, x bitta chiqishi uchun men yana yozishim mumkin. A mana shu joy uchun a agar 0 bo'lsa, da, to'g'ri. A plus 3 koeffitsient. Agar a 0 ga teng bo'lsa, tenglamam bitta yechimga ega bo'ladi deyman. Mana bu ham bitta yechim aslida. Lekin bu ikkalasini qo'shganimizda 0 ning ahamiyati yo'q. Chunki 0 ga minus 1 taqsim 3 qo'shganim bilan baribir minus 1 taqsim 3 bo'laveradi. Savol bormi mana shu 5-misol yuzasidan? 5-misol yuzasidan savol bormi? 6. Funksiyaning aniqlanish birdan d0 ga teng qo'ysak bo'lmasmidi? Ahmedova Sevara opa, qo'ysak bo'ladi. Endi alar ko'proq-ku. A ko'p-ku. O'sha ham bitta soddalashtirib olay dedim. Xo'p, nechta ildiz desachi? Tenglama nechta ildizga ega bo'ladi? Bunaqa savol so'ramaydi-ku. Tenglama bitta ildizga egami, ikkita ildizga egami, uchta ildizga egami deb so'rash mumkin. Da, katta bo'lib ketadi. E'tibor beramiz. Keyingisi aniqlanish sohasiga tegishli barcha butun sonlar yig'indisini toping degan. Birinchi ildiz uchun yozadigan bo'lsak, ildiz uchun minus x kvadrat qo'shilgan 6x plus 16 katta yoki teng 0 va x minus 1 katta 0 dan bo'lishi kerak. Endi
Buni yozadigan bo'lsak, x kvadrat minus 6x minus 16 kichik yoki teng 0 dan minusga bo'lib yubordim. Buni javobi x katta 1 hosil bo'ladi. Mana buni javob. Buni ko'paytuvchiga ajratsak, x minus 8 u x plus 2 kichik yoki teng 0 dan. Mana bu yoqda minus 2, bu yoqda 8. Plus minus plus. Endi 0 dan kichik yoki teng deganligi uchun minuslik joylar yechim bo'ladi bizada. Ya'ni bunda ochadigan bo'lsam, minus 2 dan 8 gacha joy yechim bo'ladi. Mana. Va bizda bu yechim ham bor. Ya'ni 1 dan katta degan joy. 2 marta shtrixlangan joy yechim bo'ladigan bo'lsa, 1 dan 8 gacha bo'ladi. 8 kiradi, 1 kirmaydi. Xo'p, aniqlanish sohasiga tegishli butun qiymatlarni toping deyapti. Ya'ni yig'indisini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gacha yig'indini so'rayapti. 10, 10, 10, 30, 35 hosil bo'lyapti. 35 degan javob D variantda. 35 degan javob D variantda ustozlar. Davom etamiz. Davom etamiz. 7-chi misolga keldik. Bir daqiqa. 7-chi misol. Dars oxirida aytib o'tib ketdik. Sovg'am bor. Differensial tenglamalarga doir sovg'am bor. Aytib o'tib ketdik shuni. 7-chi misol. Xo'p, berilgan funksiya berilyapti, hosilasi berilyapti, n ning natural qiymatini toping deyapti. Demak, hosil oladigan bo'lsak, o'zi nima qilamiz? F hosila x. Darajani oldinga tushiramiz. Va darajadan nimani ayiramiz? 1 ni ayiramiz. Endi ichida turgan ifodadan hosil olamiz. Ichida turgandan hosil olsak, 3x kvadrat ayrilgan 4x plus 1 hosil bo'ladi. Ana endi bizada aytyapti, f hosila 2 540 ga teng. Hosil olib 2 ni qo'yib yuboramiz. 8 ayrilgan 8 qo'shilgan 2 plus 1 ning n minus 1i ko'paytirilgan 12 ayrilgan 8 plus 1. Xo'p, mana bu ikkalasi ketsa, n ko'paytirilgan 3 ning n minus 1i karra 5 540 ga teng. 540 ga yoqqa bo'lib yuboradigan bo'lsam, n ko'paytirilgan 3 ning n minus 1i 108 ga teng bo'ladi. Ko'rinib turibdi, bu yoqda n 4 ga teng bo'lishi. Nimaga 4 ga teng bo'ladi deyapman? Chunki 4 ni qo'yadigan bo'lsak, 4 ko'paytirilgan 3 ning 3-chisi, ya'ni 4 kere 27 bizda 108 hosil bo'ladi. Boshqacha variant yo'q. N 4 ga teng ekan. N ning natural qiymatini toping. 4 degan javob D variantda. 4 degan javob D variantda. Nega ichidan yana hosil olinyapti? Chunki murakkab funksiya hosilasi bo'lganligi uchun ichidan yana hosil olinadi. Murakkab funksiya hosilasi bo'lganligi uchun. Xo'p, bu ham tanish misol. Bu ham tanish misol. Berilgan shakllar berilyapti xullas. Deylik, mana buni yuzasini S1 desak, mana buni yuzasini S2 desak, bizdan S1 plus S2 ning eng katta qiymati, ya'ni maksimum qiymati nimaga tengligini so'rayapti. S1 plus S2 ni maksimum qiymati nimaga tengligini so'rayapti. E'tibor beramiz. AD 16 ga teng. Agar men bu tomonni A deb olsam, bu tomon bizada jamisi 16.
desa 12 ga teng. Agar mana bu joyni men b deb oladigan bo'lsa, bu bizada nimaga teng bo'lyapti? 12 ga teng bo'lyapti. Ana endi mana bu joydagi tomonchamiz 12 minus b. 12 minus b. Yozaman. S2 bizada a ko'paytirilgan b ga teng. S2 a ko'paytirilgan b ga teng. Men nima qilmoqchiman? Mana bu tepadagi uchburchak bilan e'tibor beringlar. Ko'k bilan chizaman endi. Mana bu ikkita uchburchakka o'xshashligidan foydalanmoqchiman. Mana katta uchburchagim bilan o'xshashligidan foydalanmoqchiman. Ya'ni bu yo a ga teng bo'lsa, mana bu joy ham a. A ni 16 ga nisbati 12 minus b ning 12 ga nisbatiga teng. Bundan proporsiya qilib oladigan bo'lsak, 12a barobar 16 ko'paytirilgan 12 minus b. 4 ga bo'lsak, 3a barobar 48 ayrilgan 4b. A ni topadigan bo'lsak, 48 ayrilgan 4b taqsim 3 hosil bo'ldi. Esingizda bo'lsa, eng katta va eng kichik yuzalari topishda nima qilardik? Hosila olib 0 ga tenglashtirardik. Bu mavzuni o'tib bergan edim yaqinda. Hosil oladigan bo'lsak, ya'ni a ni o'rniga buni keltirib qo'yaman. Ya'ni 48 minus 4b taqsim 3 ko'paytirilgan b dan hosil olib 0 ga tenglashtirsak. 48b ayrilgan 4b kvadrat taqsim 3 dan hosil oladigan bo'lsak, 48 ayrilgan 8b 0 ga tenglashtiramiz. Demak, b ni topsak 6 hosil bo'ladi mana shu joyda. B 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, o'rniga keltirib qo'ysak, A'imiz 8 hosil bo'ladi. Demak, yuza A ko'paytirilgan B 6 kara 8, ya'ni 48 ga teng ekan. Bundan kelib chiqadiki, mana bu S1imizning yuzasi 48. S2 ning yuzasi ham 48. Endi so'rashingiz mumkin, qayerdan bilding buni deb. Birinchidan bu to'g'ri to'rtburchak, ikkinchidan xuddi mana shunga qilgan ishimni mana bu yoqda ham qiladigan bo'lsam, uni ham yuzasi xuddi shunaqa hosil bo'ladi. Ya'ni to'g'ri to'rtburchakka bo'linmani hosilasi bo'lmaydimi? Pastda son turibdi-da ustoz. Akobir ustoz, pastda son turibdi. O'shaning uchun suratdan hosila olib 0 ga tenglashtirdim. Pastda son turibdi. Sondan hosila hech nimani o'zgartirmaydi. Ya'ni mahrajda son turibdi, uni oldinga olib chiqib bo'lib yuborib qo'yib olsak ham bo'ladi. Demak, 48 plus 48 bizada 96 ga teng bo'lib qoladi. 96 degan javob B variantda. Savol bormi? Shu misol bo'yicha. Takrorlayman, savol bormi shu misol bo'yicha? Menimcha yo'q. Davom etamiz. Integral mavzusini o'tganimda, eslasangizlar, integral mavzusini o'tganimizda integral bilan hosila belgisi qisqarib ketishi haqida gaplashgan edik. Bunda ham integral bilan hosila belgisini qisqartirib olish uchun ikkala tomondan hosil olib yuborsam, integral va hosila belgilari qisqarib ketadi va menda x kvadrat ko'paytirilgan fx 4x kub ayrilgan 12x kvadrat hosil bo'ladi. Takrorlayman, 4x kub ayrilgan 12x kvadrat hosil bo'ladi. Ana endi fx ning o'zini topadigan bo'lsam, 4x kub ayrilgan 12x kvadratni x kvadratga bo'lib yuboraman. Va bizda 4x ayrilgan 12 hosil bo'ladi.
Ya'ni fx'im 4x ayrilgan 12 hosil bo'lyapti. Endi e'tibor beringlar. Mendan f3 va f hosila 3 ni so'rayapti. f3 ni topadigan bo'lsam, x ni o'rniga 3 qo'yamiz. 0 chiqdi. Ana endi fx bor. F hosila x ni topadigan bo'lsak 4 chiqadi. Ya'ni x ni o'rniga 3 qo'ysam ham u baribir 4 ga teng. Bundan kelib chiqadiki, ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, chunki mendan f3 va f hosila 3 ni so'rayapti. Bu 0 ga teng, bu 4 ga teng. Ikkalasini qo'shsak 4 hosil bo'ladi. 4 degan javob D variantda. Savol bormi? 4 degan javob D variantda. Ustozlar, savol bormi? Davom etamiz. 10-misol. Bu ham nimaga o'xshar ekan? Integral, xo'p, modullik ifodaga o'xshar ekan. Rasmda fx funksiya grafigi tasvirlangan. -3 dan -2 gacha fx dx -4 ga teng. -2 dan 4 gacha fx, ya'ni modulda fx'imiz 6 ga teng. -3 dan 4 gacha fx dx dan -3 dan 4 gacha modulda fx dx ni ayirsak, qiymati nimaga teng bo'ladi deb so'rayapti. Xo'p, e'tibor beraylik. Yozaman berilgan narsalarni. Xo'p, integral -3 dan -2 gacha fx dx bizada -4 ga teng. Integral -2 dan 4 gacha fx dx faqat modulda. Bu nimaga teng? 6 ga teng. Eslasangizlar, modullik ifodani ochishni o'rgatgan edim integralda. Ya'ni musbat bo'ladigan oraliq va manfiy bo'ladigan oraliqda ochishimiz kerak edi. Lekin -2 dan boshlab 4 gacha ketayotgan funksiyamiz grafigidan mana qizil bilan chizyapman. Ko'rinib turibdiki, bu doim musbat. Ya'ni -2 dan 4 gacha oraliqda bu ifodamiz musbat. Shuning uchun men uni integral -2 dan 4 gacha fx dx 6 ga teng deb yozib qo'ysam ham hech kim urushmaydi. Chunki grafikdan ko'rinib turibdi, -2 dan 4 gacha oraliqda funksiyamiz grafigi ox o'qdan yuqorida joylashgan. Ana endi bizdan topishni so'rayotgan narsasini yozaman. Topishni so'rayapti. Integral -3 dan 4 gacha fx dx ayrilgan integral -3 dan 4 gacha modulda fx dx ni topishni so'rayapti. Endi men yozaman. -3 dan 4 gachani. -3 dan 4 gachani e'tibor beringlar. Quyidagicha yozish mumkin. -3 dan -2 gacha fx dx qo'shilgan -2 dan 4 gacha fx dx ko'rinishda. Ya'ni aniq integralni o'tganimizda integral masalan 2 dan 4 gacha fx dx bergan bo'lsa, men uni 2 dan 3 gacha fx dx qo'shilgan 3 dan 4 gacha fx dx ko'rinishida yozishim mumkin edi. Shundan foydalandim. Mana buni qiymati menda bor nimaga tengligi shartida mana aytib qo'ydim -4.
Buni ham nimaga tengligi manda bor, shartida aytib qo'ydi 6. -4 ga 6 ni qo'shsak 2 hosil bo'lyapti. Endi bunga e'tibor beringlar. Moduli bormi bu jonivorda? Ya'ni -3 dan boshlab mana grafikka qaranglar. Mana bu joygacha manfiy, mana shu joydan boshlab уже 4 gacha musbat. Demak, men uni -3 dan -2 gacha f x dx faqat oldiga minus qo'yamiz. Chunki u manfiy chiqadi. Qo'shilgan -2 dan 4 gacha fx dx desak bo'ladi. Mana bu ifodamiz bizda 6 ga teng. Bu ifodamiz -4 oldidagi minus bilan +4 bo'ladi va 10 ga teng. Bu nima bo'lar ekan demak bizda 10 hosil bo'lar ekan. Ya'ni 2 dan 10 ni ayirib tashlasak -8. Mana bu qismimiz 2 chiqdi. Bu qismimiz 10 chiqdi. O'rtasi minus bo'lganligi uchun bir-biridan ayirdik. Javob -8. -8 D javobdir. Iloji boricha maydalashga harakat qildim. Menimcha savol qolmadi. Tushadimi emas? Tushib bo'lgan bu savol. O'tgan safar kuzgida. O'tgan safar kuzgida tushib bo'ldi bu savol. Xo'p, 11-misol. OX o'q atrofida aylantiradigan misollari ko'rdik. OY o'q atrofida aylantiriladigan misollari ham yechamiz endi sizlar bilan. Takrorlayman. OY o'q atrofida aylantirishdan hosil bo'ladigan misollari qanaqa qilib yechamiz? Eslasangizlar, OX o'q atrofida aylantiradigan misollarda v barobar pi ko'paytirilgan integral a dan b gacha f kvadrat x dx edi. Formulasi. Endi u OX o'q atrofida aylantirish. Endi biz OY o'q atrofida aylantirishni ko'rsak, men uni yozsam, v barobar pi ko'paytirilgan deylik a dan b gacha f kvadrat y dy desam. Ya'ni ifodani y ga olib kelaman. Y ga olib kelaman degani, uni teskari funksiyasi orqali yechaman degan. E'tibor beringlar. X kvadrat 6y ga teng. X ni topsak, ildiz ostida 6y bo'lyapti. Keyingisi y kvadrat 6x ga teng. Bundan x ni topadigan bo'lsak, y kvadrat taqsim 6 hosil bo'lyapti. Mana bu ham x barobar, bu ham x barobar. Demak, x larni tenglashtirsak, ildiz ostida 6y, y kvadrat taqsim 6 ga teng. Xo'p, demak bu yoqqa y lar 0 bo'lishi aniq. 0 da bittasini tashib yuboradigan bo'lsak, 0 da bittasini tashib yuborsak, bitta y'imiz bizada 6 ga tengligi kelib chiqadi. 0 da bittasini tashib yuboradigan bo'lsak, bittasini 6 ga tengligi kelib chiqadi. Bo'ldi. Biz mana bu yoqdagi chegaralarni topdik. Bu yoqdagi chegaralarni topdik. Endi ikkita funksiya bo'lsa, 0 dan 6 gacha f kvadrat y ayrilgan j kvadrat y dy ga hisoblaymiz. Ikkita o'zi OX o'q atrofida aylantirishda biz nima qilardik? A dan B gacha f kvadrat x dan
j kvadrat x ni ayirib dx ni hisoblar edik. Bu ox o'qdi. Bu bizda demak oy o'qdi. Ikkalasini parallel tushuntirib ketyapman ertaga esingizdan chiqib qolmasligi uchun. Bizdan oy o'q atrofida aylantirish so'ragan. Demak v barobar pi ko'paytirilgan 0 dan 6 gacha. Buni yozaman. Ildiz ostida 6y ning kvadrati. 6y dy ayrilgan integral 0 dan 6 gacha. Keyingisining kvadrati. Ya'ni keyingisi y kvadrat taqsim 6 turgan bo'lsa, kvadratga oshirsak, y ning 4-si taqsim 36 dy hosil bo'ladi. Shularni hisoblab, oldidagi pi ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, boshlang'ich oladigan bo'lsak, bizda nima hosil bo'ladi? 3y kvadrat 0 dan 6 gacha ayrilgan y ning 5-si taqsim 180 0 dan 6 gacha. 6 ni qo'yadigan bo'lsak, 36 ni 3 ga ko'paytirsak 108, 0 ni qo'ysak yo'q bo'lib ketadi, ayrilgan. 6 ni 5-si kelinglar, shuni 36 ko'paytirilgan 6 kere 6 kere 6 deylik, pastda 180. Bular ketsa 5 qoladi-da. Shunda 108 ayrilgan 216 taqsim 5. Umumiy makhraj berib yuborsam, nari tomonga ko'paytirib ayirsak 324 taqsim 5 hosil bo'ladi. Oldida turgan pi ham bor. Mana. Bunaqa javob bormikin? 324 taqsim pi. C javobdir. Savol bo'lsa yozinglar, tushuntiraman yana boshqatdan. Aynan mana shu misolni yana boshqatdan tushuntiraman. Agar savol bo'lsa. Savol bo'lsa yozamiz. OX bilan OY farqini o'zingizlarga daftarga yozib qo'yinglar. Olti y ning kvadratiga oshirmadingizmi? Xo'p, qarang, yana tushuntiraman. Qaranglar, yana tushuntiraman. Chunki bu misol o'tgan safar ko'pchilik to'kib tashladi. O'tgan safar shu misol juda ko'pchilik to'kib tashladi. Qaysidan qaysini ayiramiz deb yozibsiz Shavkat aka. Qaysidan qaysini ayirishingiz farqi yo'q. O'z tepadagidan pastdagini ayirish kerak. Siz liboyni ayirib yuboravering. Javobni musbatini olasiz. Liboyni bir-biridan ayirib yuboravering. Javobini musbatini olasiz. Qaysidan qaysini ayirish farqi yo'q. Xo'p, tushuntiraman. Yana bir marta e'tibor beringlar. Hajm pi ko'paytirilgan integral a dan b gacha f kvadrat x ayrilgan j kvadrat x dx. Bu yerda a va b kesishish nuqtasi. Kesishish nuqtasi. Bu yozganim ox o'q atrofida aylantirish. Ana endi oy o'q atrofida aylantirish so'rasa, v barobar pi ko'paytirilgan a dan b gacha f kvadrat y ayrilgan j kvadrat y dy. Bu oy o'q atrofida aylantirish. Ana endi menda berilayotgan funksiyalar quyidagicha: x kvadrat barobar 6y, y kvadrat barobar 6x. Men bularni y barobariga yozadigan bo'lsam, x kvadrat taqsim 6. Bundan y barobar yozadigan bo'lsam, to'g'riroq x barobar yozing. Y barobar kerak emas. Chunki mana bular y turibdi. Demak, men x barobar yozaman. Ildiz ostida 6y. Bundan x topadigan bo'lsak, y kvadrat taqsim 6. Ikkalasini tenglashtirsam, y barobar 0 bilan y barobar 6 kelib chiqdi.
O'rniga qo'yamiz pi ko'paytirilgan 0 dan 6gacha bittasining kvadrati. Mana buni kvadratga oshirsak 6y bo'ladi. Chunki ildiz yo'q bo'lib ketadi. dy ayrilgan 0 dan 6gacha buni kvadratga oshirsak y ning 4 taqsim 6 36 bo'ladi. Chunki 6 ning kvadrati dy bo'ldi. Mana shuni 0,6 qo'yib hisoblab qo'yadigan bo'lsak 324 taqsim 5 pi chiqadi. Muammo yo'q. Nimaga x barobar qo'ydik deb so'rashingiz mumkin-da. Fx deganda y barobar turardi. Fy deganda x barobar turishi kerak-da. Fx deganda y barobar turibdi. Fy deganda x barobar turishi kerak-da. Dehqoncha qilib tushuntiradigan bo'lsam. Differensial tenglama. Differensial tenglama. Xo'p, bu misolni yechdikmi yo'qmi bilmayman. O'tgan safar differensial tenglama mavzusini o'tganimizda yechdikmi yo'qmi bilmayman. Esimda yo'q. No, ko'ramiz. X, Y xo'p, qo'shilgan x plus 1 y hosilani o'rniga dy taqsim dx qo'yamiz sразу. Endi xliklarni bir tarafga, yliklarni bir tarafga olib o'tishimiz kerak. Xliklarni bir tarafga, yliklarni bir tarafga olib o'tishimiz kerak. Xo'p, nima qilamiz? X, y barobar x plus 1 dy oldida minus bor, pastda dx. Endi dy ni nari tomonga bo'lib yuboradigan bo'lsak, y taqsim dy bizda x plus 1 taqsim x mahrajda dx. Shunda oyog'ini osmondan qilaman. Shunda bizada dy taqsim y barobar minusi bor x dx taqsim x plus 1 hosil bo'lyapti. Oldida minusi bor. Ikkala tomondan shunday integral olishim kerak-da. Ikkala tomondan integral olishim kerak. Bunday integralni bilamiz. ln modul y barobar. Bunday integral qanaqa bo'lamiz? Ya'ni minus integral x taqsim x plus 1 dx. Xo'p, bunday integral olish muammo emas. Darajaga, suratga birni qo'shib, birni ayiradigan bo'lib, har biriga bo'lib yuboradigan bo'lsam, menda 1 taqsim x plus 1 ayrilgan 1 to'g'rirog'i qo'shilgan 1 hosil bo'ladi. Bu ayrilgan bo'ladi. Endi bundan boshlang'ich oladigan bo'lsak, bizda ln modulda x plus 1 ayrilgan x plus s hosil bo'ladi. S1, S. Mana buni yoniga keltirib qo'yaman. Bunga keltirib qo'yadigan bo'lsak, ln x plus 1 ayrilgan x plus s chiqyapti. Ana endi. Biz buni nimaga olib kelishimiz kerak? Javoblarga olib kelishimiz kerak-da. Xo'p, lnliklarni bir tomonga olib o'tadigan bo'lsam, ln modul y ayrilgan ln modul x plus 1 barobar bizda minus x plus s. lnliklar bir-biridan ayriladi. Y taqsim x plus 1 barobar minus x plus s hosil bo'ladi. Endi buni ikkala tomonni lnlab yuboradigan bo'lsam, buni qanaqa yozardim? Y taqsim x plus 1 bizada y ni minus x plus s ga teng bo'lishi kerak. Men buni yozaman. Y ni minus x ko'paytirilgan y ni s darajasi deb yozadigan bo'lsak, eslasangizlar, y ni s-sini ham men s
bilan yozishim mumkin edi. Chunki u nima bo'lar edi? O'zgarmas son bo'lar. Shunda menda y taqsim x plus 1 y ni minus ikkinchisi karrasi hosil bo'ladi. Y ni topadigan bo'lsak, x plus 1 ko'paytirilgan y darajasi minus x karrasi chiqadi. Bormikan shunaqa javob endi? D javobda turibdi. D javobda turibdi. D. Menimcha bunda ham muammo yo'q. 13 x qo'shilgan gfx taqsim 2 3x qo'shilgan 5 ga teng. Agar gx 3x plus 5 bo'lsa, bizdan 3 ko'paytirilgan f minus 2 ning qiymatini so'rayapti. Xo'p, bitta narsaga e'tibor beramiz. Mana shu joyda gx 3x plus 5 ga teng bo'lsa, gfx bizada 3fx qo'shilgan 5 ga teng degan. O'rniga borib qo'yaman tepaga. X qo'shilgan 3fx plus 5 taqsim 2 barobar 3x plus 5 ga. 2 ni u yoqqa ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, 3 debman. X qo'shilgan 3fx plus 5 6x plus 10 ga teng. Bir tomonga o'tib ayirib yuboradigan bo'lsak, bizada 3fx 5x qo'shilgan 5 hosil bo'ladi. fx ni topadigan bo'lsam, 5x qo'shilgan 5 ni 3 ga bo'laman. Mana. Bizdan nimani so'rayapti? 3 ko'paytirilgan f minus 2 ni. 3 ko'paytirilgan x o'rniga minus 2 qo'ysak, 5 ko'paytirilgan minus 2 plus 5 taqsim 3. Demak, biza 3 lar qisqarib ketdi, minus 5 hosil bo'lyapti. 3 lar qisqarib ketdi, minus 10 plus 5, minus 5 chiqyapti. Minus 5 degan javob B variantda. Bu ancha oson misol ekan. Bu ancha oson misol ekan. Keyingisi rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib x larni toping deyapti. 14-misolda. Eslasangizlar, 14-misolni biza qanaqa yechgan edik? Agar eslasangizlar, turk geometriyasida o'tuvdik, strelka qo'yib chiqar edik. Bir tomonga ketganlar yig'indisi ikkinchi tomonga ketganlar yig'indisiga teng bo'ladi. Turk geometriyasida o'tuvdik, eslagan bo'lsangizlar. Ya'ni 25 qo'shilgan 25 qo'shilgan 55 80 plus x ga teng. 105 barobar 80 plus x bo'lsa, x topsak 25 gradus hosil bo'ladi. Va u bizda D variantda. Keyingisi 15 rasmda berilgan ma'lumotlardan foydalanib ABCD ni toping deyapti. Ya'ni ABCD bu to'g'ri to'rtburchak. Mana shu to'g'ri to'rtburchakka yuzini so'rayapti bizdan. DY ildiz ostida 117 ga teng ekan. Ildiz ostida 117. FY 9 ga teng. Demak, mana bu yoqni h deydigan bo'lsak, h kvadrat qo'shilgan 81 117 ga teng. H kvadrat topsak 36 chiqadi. Demak, h 6 ga teng ekan. H 6 ga teng ekan. Endi balandlikni topdik. Balandlikni topdik. Xo'p, e'tibor beringlar-da. Agar mana bu joyni men A deb belgilosam, bu yoq ham bizda nimaga? A ga teng bo'ladi. Nimaga unaqa deyapman? Chunki mana bu uchburchak bilan bu uchburchak teng o'zaro. Tomonlari ham, burchaklari ham hamma balosi teng turibdi. Xo'p, mana bu joyda to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lyapti. Mana to'g'ri burchakli uchburchak. Mana shu to'g'ri burchakli uchburchakning balandligi bo'lyapti.
Eslasangizlar, h kvadrat barobar x kara y degan formula bor edi. Shundan foydalanadigan bo'lsak, h kvadrat bizada hop a ko'paytirilgan 9 plus a ga teng. Ya'ni mana bu joy a, bu yog'i 9 plus a. Bundan kelib chiqadiki, h 6 ga teng bo'lsa, 36 barobar a kvadrat plus 9 a. Bundan a ni topadigan bo'lsak, 3 hosil bo'ladi. Manfiyligini olmaymiz. A 3 ga teng. A 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu diagonalimiz bizda 9 qo'shilgan 6, ya'ni 15 ga teng. Balandligimiz 6 ga teng. 6 ni 15 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsak, mana shu to'g'ri burchakli uchburchakka yuzasini beradi. Shu yuzani 2 ga ko'paytirsam, menda kvadratning to'rtburchakka to'liq yuzasi kelib chiqadi va u 90 ga teng. 90 degan javob B varianti. 4 emasmi? 36 ga 36 4 yo'q. 4 9 kere 4 36. 4 oshib ketadi. Xo'p, davom etamiz. 16-misol. Rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib, trapetsiya, menimcha bu shu trapetsiyaning yuzini toping deyapti. Shu trapetsiyaning yuzini toping. Xo'p, e'tibor beramiz. Mana bu perpendikulyar tushibdi. Agar men buni tutashtiradigan bo'lsam, 8 9 10 hosil bo'ladi-da, yo. 10 hosil bo'ladi. Endi nima qilamiz? Mana buni yuzasini qanaqadir a desam, mana buni yuzasini b desam, mana buni ichkarni yuzasini c desam, xullas mendan a plus b plus c ni so'rayapti-da, bunday olganda. To'g'rimi? Xo'p, c muammo emas topish. Nimaga? Chunki balandlik 8 ga teng, asos 10 ga teng, ko'paytirib 2 ga bo'lamiz, 40 chiqdi. Bitta yuzamiz tayyor, 40 ga teng. Bitta yuzamiz tayyor, 40 ga teng. Endi eslasangizlar, turk geometriyasida bitta misol o'tgan edik. Agar eslasangizlar, eslamasangizlar isbotlab beraman. A ga B ni qo'shganimiz C ga teng edi. Turk geometriyasida. Eslaysizlar-a? Yopiq guruhdagilarga isbotlab berganman buni o'tganimizda. Agar bilmaydiganlar bo'lsa, yozsin, men isbotlab beraman. Demak, bu C 40 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 40 ga 40 ni qo'shsak, umumiy o'sha trapetsiyani yuzasi kelib chiqadi. Ya'ni 80. Mana bundan balandlik tushiradigan bo'lsak, buni h1 desam, asos b. Bundan bu yoqqa bitta balandlik tushiradigan bo'lsak, bu ham h1 bo'ladi. Chunki o'rtaga kelyapti-da bu. O'rtaga kelyapti mana bu. Mana bu A uchburchagimiz yuzasi h1 ko'paytirilgan, tepa asos A ga teng bo'lsa, A taqsim 2. B uchburchagimiz yuzasi h1 ko'paytirilgan, B taqsim 2 bo'ladi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsa, A ga B ni qo'shadigan bo'lsak,
h1 a taqsim 2 qo'shilgan h1 b taqsim 2 bo'ladi. h1 olib chiqsak a plus b taqsim 2 ga teng. Trapetsiyani yuzasi trapetsiyani yuzasi h ikkita h1 ko'paytirilgan a plus b taqsim 2 ga teng. E'tibor bersangizlar, mana bu joy bizda a plus b ga teng. A plus B'dan ikkitasi trapetsiyani yuzasini beryapti. Ya'ni mana bu bilan buni qo'shganim, chiqqan javob 2 ga ko'paytirsam trapetsiyani yarmi. Deylik, mana shu ikkalasi olmani yarmi bo'lsa, mana shu bu qizil bilan shtrixlagan joyim olmani yarmi bo'lsa, o'z-o'zidan kelib chiqadi. Mana bu joy olmani ikkinchi yarmi. O'z-o'zidan kelib chiqadi. U qora bilan shtrixlagan joyim olmani ikkinchi yarmi bo'lishi. Mana isbotlab berdim qayerdan kelganini. 17-misol. N va M birlik vektorlar deyapti. N va M birlik vektorlar. Bu degani modulda N vektor 1 ga teng, modulda M vektor ham 1 ga teng degan. Ular orasidagi burchak alfa 120 gradusga teng ekan. Trapetsiya uchun har doim o'rinlimi? O'rtasiga borsa o'rinli. Har doim o'rinli, o'rtasiga borishi kerak faqat. Xo'p, bundan kelib chiqadiki, M vektor ko'paytirilgan N vektor 1 kara kosinus 120 da nimaga teng bo'ladi? Minus 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Minus 1 taqsim 2 ga teng ekan. Mana bu ikkalasini ko'paytirgan. Mendan so'rayapti 2m plus 4n va m vektor ayrilgan n vektor orasidagi burchakni toping. Orasidagi burchakni toping deyapti. Xo'p, buni qanaqa topamiz? Xo'p, qaranglar. Men bitta x vektor sifatida qarasam, 2m vektor qo'shilgan 4n vektorni, y vektor sifatida qarasam, m vektor ayrilgan n vektorni. Shular orasidagi burchakni so'rayapti-da bizdan. Ya'ni x vektor karra y vektor, bu bizada x vektorni uzunligi, y vektorni uzunligi ko'paytirilgan kosinus alfa hosil bo'larmidi? Shunaqamidi formulasi? Ko'paytirilgan kosinus alfa hosil bo'ladi. Bizdan shunda kosinus alfani so'rayapti-da. Oldin bu qismni topib oling. Ya'ni ikkala vektorni bir-biriga ko'paytirishim kerak. 2m vektor qo'shilgan 4n vektor bilan m vektor ayrilgan n vektorni o'zaro ko'paytiradigan bo'lsak, 2m kvadrat ayrilgan 2mn qo'shilgan 4n vektor m vektor ayrilgan 4n vektorni kvadrat. Shunda bizada hosil bo'lyapti 2m vektorni kvadrati ayrilgan 4n vektorni kvadrati qo'shilgan 2n vektor kara m vektor. Birlik vektor bo'lgandan keyin mana bu 2 ga teng bo'ladi, u yoq 4 ga teng bo'ladi. N ko'paytirilgan m ni topdik, -1 taqsim 2. Demak, 2 ga ko'paytirsak -1 chiqadi va javob bizda -3. Mana bu qismni topdim, -3 ga tengligini. Endi modullarini topishimiz kerak. Xo'p, modullarini topishimiz kerak. Ya'ni 2m vektor qo'shilgan 4n vektorning modulini, ya'ni uzunligini topmoqchi bo'lsak, nima qilardik? Buni ikkala tomonni kvadratga oshirardik. Shunda bizada 4n kvadrat qo'shilgan 16n kvadrat qo'shilgan 16mn hosil bo'ladi. Xo'p, 4 qo'shilgan 16 qo'shilgan 16 kara -1 taqsim 2 da 20 dan 8 ketsa 12 hosil bo'ladi.
modulda bo'lgani uchun bundan ildiz chiqaramiz. Keyingisi n vektor ayrilgan n vektor moduli. Ikkala kvadratga oshirib yuboradigan bo'lsak, m kvadrat plus n kvadrat ayrilgan 2mn bo'ladi. 1 qo'shuv 1 ayrilgan 2 kira minus 1 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa 3 hosil bo'ladi. Ya'ni buni uzunligi demak ildiz osti 3 ga teng ekan. Ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsak, chunki bizda modulda x kerak, modulda y kerak. Ko'paytirsak ikkalasini ildiz osti 36 ni beradi va undan 6 chiqadi. Endi o'rniga qo'yamiz. Minus 3 barobar 6 ko'paytirilgan kosinus alfa. Kosinus alfani topsak minus 1 taqsim 2, demak alfa bizda 120 gradusga teng ekan. 120 degan javob B variantda. 120 degan javob B variantda. Menimcha bunda ham muammo yo'q. 18 misol. Sizlarga bilmadim-u, mana shu misol tushgan. Sizlarni bilmadim-u, mana shu misol tushgan. Ozgina o'ylatgan, to'g'risini ham aytaman. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, lekin chiqqan. Mana bu burchakni alfa deb qarasam, mana bu burchak 135 minus alfa bo'ladi. Mana bu burchak 45, bu 135 minus alfa, demak bu burchagimiz alfa. Mana bu burchagimiz 135 minus alfa bo'ladi. E'tibor bersak, bu uch burchak bilan bu uch burchakki nimalari, burchaklari bir xil, demak bular o'xshash bo'ladi. O'xshash bo'lgandan keyin mos burchaklar, ya'ni mos burchaklar qarshisidagi tomonlar nisbati o'zaro teng bo'lishi kerak. Masalan, mana bunda 135 minus alfani qarshisida x turibdi. Bunda 135 minus alfani qarshisida 6 turibdi. Xo'p, bunda alfani qarshisida 6 turibdi. Bunda alfani qarshisida 4 turibdi. Demak 4x barobar 36, x topsak 9 chiqadi. 9 degan javob bizda A variantda. O'n to'qqizinchi misol. Uchburchakli og'ma prizma. Demak, og'ma prizma chizaylik, uchburchakli. Xo'sh, bitta bunda ochsak, menimcha og'maga o'xshasa kerak deb o'ylayman. Bitta bunda. Mana uchburchakli og'ma prizma. Oralaridagi masofa mos ravishda 18,5, 6,5 va 15 ga teng. Yon qirralar orasidagi masofa. Ya'ni demoqchiki, bu mana bu va bu oxirgi chizmam yemadi. Mana bu beryapti bizda 18,5, 6,5 va 15. Demak, mana bu yoq 18,5, bu yoq 6,5, mana bu yoq 15. Prizma yon sirti 240 ga teng. Deylik, mana buni biz tipa L sifatida qarasak, L ko'paytirilgan 6,5 qo'shilgan L ko'paytirilgan 18,5 qo'shilgan L ko'paytirilgan 15, yon qirrasi 240 ga teng ekan. Hammasidan L ni olib chiqadigan bo'lsak, 6,5 qo'shilgan 18,5 qo'shilgan 15 hosil bo'ladi va u 240. L ko'paytirilgan 40 bizda 240 ga teng. Qavs ichini qo'shsak, L ni topsak 6. Balandligi 6 ga teng ekan. Bizdan so'rayotgan narsasi hajmini toping deyapti. Hajmini topish uchun nima qilamiz? S asosni o'sha L ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda nima kelib chiqadi? Hajm kelib chiqadi. Xo'p, asosini yuzasi 3 ta tomoni bor. 3 ta tomoni bo'ladigan bo'lsa, geronga qo'ysak, S barobar perimetri bizda 40 hosil bo'lyapti. Demak, 20 ko'paytirilgan 1,5 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 13,5 ildiz ostida.
Xo'p, men buni kalkulyatorda hisoblayman. 21,5 и 13,5 ni ko'paytiradigan bo'lsak, 45 hosil bo'ladi. Demak, asosini yuzasi 45 ga, yon qirrasini uzunligi L 6 ga teng ekan. Demak, hajm bizada 270 ga tengligi hosil bo'ladi. 270 degan javob A variantda. Keyingisi 20-misol. J minus 1. Bilasizlar, minus 1 degani teskari funksiya degani. Ya'ni e'tibor bersak, bizada berilyapti j minus 1 f minus 1 x 2x plus 3 ga teng. Kelinglar, men f minus 1 x ni a sifatida belgilasam, menda j minus 1 a 2x plus 3 degani bo'lyapti. Bundan kelib chiqadiki, j 2x plus 3 a ga teng. Ya'ni teskari funksiyada bu ikkalasini almashtirib yuborardik. Ya'ni j 2x plus 3 a deb nimani oldik? F minus 1 x ni oldik. Ya'ni bu teskari funksiyasi. Teskari funksiyasi. Xo'p, o'zini topmoqchi bo'lsam, bizada jx ni bergan-ku o'zi 7x plus 6 ga teng. Bundan j 2x plus 3 ni topmoqchi bo'lsam, 7 ko'paytirilgan 2x plus 3 qo'shilgan 6 ni hisoblayman-da. 14x qo'shilgan 21 ga 6 27 hosil bo'ladi. Shu bizada f minus 1 x ga teng ekan. Ya'ni biror bir funksiyaning teskarisi. Og'ma prizmada asosining yuzasini L yon qirrasini uzunligiga ko'paytiriladi. Ya'ni asosini yuzasi degani o'sha mana bu yoqda hosil bo'layotganini aytyapman. Agar kimdir tushunmagan bo'lsa, asosining yuzasi deganda mana buni nazarda tutyapman men. O'sha yerda hosil bo'layotgan uchburchak. Tipi u ham og'maroq bo'ladi. Bu tekis uchburchak bo'lmaydi. Mana buni yerda turgan daqa uchburchak bo'lmaydi, bu tepada turgan uchburchak. U qiya-ku. Qiya bo'lgandan keyin mana bunga bu perpendikulyar bo'lyapti, bu yoqqa perpendikulyar bo'lyapti, bu yoqqa perpendikulyar bo'lyapti. Ya'ni siz to'rtingiz erib qoldida qiyshayapti, o'shani tekis kesmoqchisiz. Qiyshiq kesmoqchi emassiz, tekis qilib belidan chopasizda, xuddi shunaqa. fx teskari funksiyasi berilgan, fx o'zini topmoqchimiz. Demak, y barobar turgan ifodani x barobarga olib kelishimiz kerak. Olib keladigan bo'lsak, bizda 14x barobar f minus 1 x ayrilgan 27, x topadigan bo'lsak, f minus 1 x ayrilgan 27 taqsim 14. Bundan kelib chiqadiki, y barobar x minus 27 taqsim 14 hosil bo'ladi. Mana bizdan so'rayotgan y ni topdik va bu bizda B variantda. Ustozlar, 20 gacha bo'lgan joy tushunarli bo'ldimi? Mana bunga e'tibor qaratinglar, mana. Teskari funksiya berilyapti, o'zini topmoqchiman. Qarang, siz boshingizni polga qo'yib, oyog'ingizni tepaga ko'tarib turibsiz. O'z holingizga qaytmoqchisiz. Siz o'rningizdan turdingiz. Oldingi gapni unuting. O'rningizdan turdingiz. Teskaringizni ko'rmoqchisiz. O'zingizning teskari variantingizni ko'rmoqchisiz. Siz hozir oyog'ingiz polda turibdi, o'zingizni teskari variantingizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, boshingizni polga tushirasiz. Ya'ni mana bu boshingizni polga tushirilgan varianti berilyapti-da.
Oyoqda turgan varianting qanaqa bo'ladi deb so'rayapti. Teskarining teskarisini topish o'ziga keladi. Tushuntira olyapmanmi? Teskarining teskarisini topish o'zini beradi. Mana bu teskari funksiya berilyapti. Teskarining teskarisini topsam o'zini beradi. A javob ekan? Ha, uzr. Bu A ekan. Uzr, men xato ko'ribman. 18 mana. Mana bu burchak. Xo'sh, mana. Bu turaversin. Mana burchak 45, bu ham 45. Jamisi 135. Agar men buni alfa desam, bu ham 135 minus alfa bo'ladi. Chunki jamisi 135. Bu 45, bu 135 minus alfa bo'lsa, uch burchak ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Shuning uchun mana burchak alfa bo'ladi. Mana bu 45, bu alfa, demak mana burchagimiz 135 minus alfa. Mana buni ichidagi 3 ta burchak bilan buni ichidagi 3 ta burchak teng bo'ladi. Xo'p, darsda o'tirganlarga aytdim. Menga ham tushganda Sevropa 18. Xo'p, o'tirganlarga aytdim, sovg'a bor deb. Xo'p, sovg'a nimaligini aytaman sizlarga. Dars oxirigacha o'tirganingizlar uchun rahmat. Kanalga nima tashladim? Link. O'tgan safar aytganim, kursdoshlar, metod birlashma va o'sha seminar bo'ladigan hech qaysi onlayn kurs o'tadigan o'qituvchini guruhiga emas. Faqat o'sha maktab yoki kursdosh yoki abituriyentdosh tipa shunaqa joyga tarqatib skrinshotini tashlasangizlar, men sizlarga differensiallarga doir 20 ta misol beraman. Lichkaga. Keyingi safar xudo xohlasa mana bu ferma bilan elerga doir misollarni tashlaganlar bor-ku, o'shalarni yechimini ham tayyorlab beraman xudo xohlasa. 20 ta misol o'tgan safar aytdim. Ferma bilan elerga doir uni video tahlilini yozib, lichkangizlarga bitta-bitta tashlab beraman. Hozir 20 talik differensial tenglamaga doir nima bor? Test bor. Ya'ni tayyorlangan variant bor. Uni beraman. Undan keyingi safariga xudo xohlasa uni yechimini beraman. Nechta guruh farqi yo'q. Bitta, ikkita, uchta. Endi qo'ldan kelgancha ozgina yordam bo'lsin deyapman. Ya'ni menga ham, sizlarga ham. Rahmat hammaga. Xo'p, charchamanglar, salomat bo'linglar. Ertaga 20:30 da 7-chi mock test yopiladi. Kechki payt tahlilini ko'ramiz 21:00 da. Seshanba kuni 20:30 dan boshlab. Kelinglar, 20:00 dan boshlab seshanba kuni sizlar bilan mana buni qolgan joydan boshlab tahlilini ko'ramiz. 20:00 dan boshlaymiz seshanba kuni. Kelishdik-a? Vaqtliroq boshlaymiz 10:30 gacha. Bugun 20 ta misol ko'rishga uspet qildik. 30 ta 40 ta misol ko'rishga uspet qilamiz shunda. Vaqtliroq boshlasak. Bo'ladimi? Kelishdikmi? Xo'sh, demak, rahmat hammaga. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, dars videosini ertaga yoki bugun tashlab qo'yaman. Tushgan testlar tahlili. Qatnasha olmagan ustozlar like bosib tashlasa bo'ldi, muammo yo'q. Rahmat, charchamanglar, salomat bo'linglar ustozlar. Sessiyagacha xudo xohlasa bizga, sizlarga kuch-quvvat.